Haydovchilarni tayyorlash va haydovchilik guvohnomasini olish sohasida katta o'zgarishlar yuz bermoqda. Bugungi kunda nazariy ta'limni mustaqil ravishda, o'zingizga qulay vaqtda va istalgan joydan o'rganish imkoniyati mavjud. Zamonaviy texnologiyalar jadal rivojlanmoqda va onlayn ta'lim sohasida tobora keng qo'llanilmoqda. Tajribali o'qituvchilar tomonidan yangi zamonaviy ta'lim platformasi yaratildi. Oson Avtotest .uz. Platforma orqali siz nazariy qismni tushunarli va tizimli video darslar yordamida mustaqil o'rganishingiz mumkin. Shuningdek, imtihon testlariga to'liq va samarali tayyorgarlik ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Tayyorlanish jarayonidan so'ng siz nazariy imtihonni yo'l harakati qoidalarini anglagan holda ishonch bilan topshirasiz. Oson Avtotest .uz bilan siz vaqt va mablag'ingizni tejaysiz. Bu imtihonlarga dunyoning istalgan nuqtasidan tayyorlanish imkoniyatidir. Oson Avtotest .uz endi haydovchilik guvohnomasini olish oson.